Chizishni bilmagan inson qalamni olib, qalam ishlamasa ekanda tashlab yuborar ekanda. O'zingizga sarflagan pulingizga uy ola olmaysiz. O'zingizni hadeb milliarderlar bilan solishtira olmaysiz. Siz milliarder bo'lmaysiz ekan. Davronbek aka, meni yoshim 20 da, atrofimdagi hamma topganingni yig'ib uy ol deydi. Men esa o'zimga, bilimimga sarflamoqchiman, lekin ichimda yo'q narsaga sarflayapmanmi degan qo'rquvim bor. Buni qanday yengsam bo'ladi? Endi bu yerda balans olish kerak. Aslida olganda, agar mabodo uyingiz bo'lmasa, uy olish juda ham to'g'ri investitsiya. Juda ham to'g'ri investitsiya, ishoning. Uy olish investitsiya emas o'zi aslida olganda. Uy olish bu stabilizatsiya. Ya'ni siz o'zingizni bu dunyoda stabillashtirib olasiz. Nimaga? Bir narsani sizga tushuntirib berayim. Mana ko'pchilik yoshlar boy odamlar eshitishadi-da, juda boy odamlar eshitishadi. Mana Elon Musk, Fyodor Ovchinnikov misol uchun Dodo Pizza'ning asoschisi, ular nima deydi? Men uy olmayman, menda uy yo'q, menga uy ne kerak? Men uyda turmayman, men boshqa joyda yashayman, tudasida va hokazo. Haligi student, haligi boyga ko'radi va o'ylaydiki, men ham uy olishim kerak emas ekan, men ham tudasida, lekin ming bor uzr, u milliarder. Bunisini 1600 ta filiali bor. Unga uy kerak emas. Kompaniyasi bankrot bo'lgan taqdirda ham bilmadim qancha pul bilan 300, 400, 500 million dollar pul bilan bu exit qilib yuboradi. Ya'ni eng yomon holati 400-500 million dollarda qoladi. Tushunyapsizlarmi? Uyingiz bo'lmasa va sizning holatingizda, sizning eng yomon holatingiz ko'chada qolib ketasiz. Farq bor-da, ya'ni misol uchun men agar Tesla'ning egasi bo'lganimda, meni butun dunyoda turli xil zavodlarim bo'lganda, men nima qilaman bitta joyda yashab? Nima qilaman? Men Toshkentdan kvartira olib, u yerda oilamni, bolalarimni qayergadir olib borib, men hayotim to'xtamasa 3 dan iborat bo'ladi. Tushunasizlarmi? Men bitta joyda yashamayman, u jinnalik-ku. Lekin nimagadir odamlar shu narsani tushunmaydi. U milliarder, uni 1600 ta filiali bor. Men oddiy bitta studentman degan tushuncha yo'qda. Yo, men ham shunaqa, men ham uy olmayman. Tavba qildim. Birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish uy olish. Uyingiz mabodo bo'lmasa, omadingiz kelmagan bo'lsa, menga o'xshab, mana menga hech kim uy olib bermagan. Siz o'zingiz olasiz shu uyga nimadir qilib pul to'plashga harakat qilishingizni men tavsiya qilaman. Bu yerda bitta masala, o'zimga sarflayman, uy olayman. Savolga qarang, ya'ni o'zingizga sarflagan pulingizga uy ola olmaysiz. Nechpulni sarflamoqsiz o'zingizga, hozir men tushunmayapman. Nimaga ikkitasini parallel qilib bo'lmaydi? Nimaga uyga ham pul to'plab bo'lmaydi? Nimaga o'zingizga ham sarflasangiz bo'lmaydi? Nimaga o'zingizga ham investitsiya qilsangiz bo'lmaydi? Men o'ylayman, ikkitasini birdaniga olib ketish kerak. O'zingizga investitsiya qilib, bilim orttirib, kasb orttirib, yaxshi daromad qilib, bu yerdagi uyingizga yig'ayotgan pulingizni ham ko'paytirasiz. 10 ta uy olish kerak emas. Bitta qurbingiz yetsa 2 ta yoki 3 ta olganingizdan keyin bo'ldi, stabillashib olasizda va siz o'zi boshqa nimagadir qimmat mashina, misol uchun, yana bir narsaga pul sarflasangiz bo'ladi. Lekin men o'ylayman, uy olish juda ham to'g'ri narsa va o'zingizni hadeb milliarderlar bilan solishtira olmaysiz. Siz milliarder bo'lmaysiz agar. Men hozir talabaman, avval ish topsam, keyin o'zimga kursga investitsiya qilaman deb o'ylayapman. Bu to'g'ri strategiyami? Bo'lishi mumkin, holatga bog'liq. Doim ishlash tarafdoriman. Men doim endi hozir qonuniy bizda misol uchun maktab yoshidagi bolalar ishlash mumkin emas, lekin men maktab yoshidagi katta sinflarda ishlashga ruxsat berish tarafdoriman. Shu ota-onasi ruxsat bersa, qonuniy bir narsa ruxsati bo'lsa, tarafdoriman. Nimaga? Pul topish ko'nikmas juda ham muhim narsa. Atrofingizdagi hamma jarayonlar, sog'lig'idan tortib, kiyayotgan kiyimingizdan tortib, o'qiyotgan kitobingizgacha, yeyotgan ovqatingizgacha hammasi borib pulga ertami kech taqaladi. Pul topish bu normal jarayon. Misol uchun, men 11 yoshligimdan ishlayman. Men ishlaganman. Sharoit masalasi bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin men ishlaganman. Prinsipi menga normal bo'lgan. Ya'ni endi 11 yoshli bola ishlasin demayman, yo'q. 15 yosh deylik, oxirgi 10-11-sinfdagi bolalar ishlash tarafdoriman. Talaba bo'lsangiz, temboli ishlashingiz kerak. Ya'ni ish topib, обязательно ishlash kerak. Ba'zilar aytadi, men qanday qilib o'qishga va ishga vaqt ajrata olayman? Bekorchi gaplar hammasi. Men trenirovka ham qilardim, ishlardim ham, o'qirdim ham. Plus hali mnemonika bilan shug'ullanishga ulgurganman. Eng qizig'i 5 ga o'qirdim, yaxshi o'qirdim universitetda. Vazifalarni topshirardim, hamma narsani topshirardim, kontrolnilarni topshirardim, o'qirdim, hamma narsani qilardim. Hozirgi bolalar vaqtim yetmaydi deydi. Vaqting yetadi, prosta kerak emas narsaga sarflayotgan vaqtni ajratging kelmayapti. KS o'ynaging kelyapti, og'aynilar bilan yurging kelyapti. Shundan chopsa ham, bu yoqqa qaratsa ham vaqting yetadi. Bu masala. Endi asosiy masala nimada? Kursga investitsiya qilish. Qaranglar, gap kursda emas. Gap olayotgan biliminglarda. Bilimni har xil yo'l bilan olsa bo'ladi. Agar qaysidir kursga investitsiya qilsangiz, kurs qochib ketib qolmaydi. Kursda keyin o'qisa ham bo'ladi. Biram yonib turgan bo'lsa, bo'lishi mumkin, o'qish kerak, lekin o'zingizni qiynab, siqilib haligi kursda o'qiganingizga kerak emas bunaqa narsalar. Tushunyapsizmi? Kurs bu nima deydi? Mo'jizaviy tabletka emas-da, uni ichib
o'sha kursni o'tib, siz qanaqadir super aqlli bo'lib qolmaysiz. Misol uchun men sizga marketing bo'yicha butun boshli o'zimiz strategiyamizni ochib bersam, tushuntirib bersamda, tushuntirib berganimdan keyin siz u narsani borib bajara olmaysiz baribir. Uni qanaqadir tajriba orttirishingiz kerak. Zo'r gap o'qidim kecha. Hech qachon hech kim suzishni kitob o'qib o'rganmagan degan gap ishdi. Dahshat gap bor. Hech qachon hech kim suzishni kitob o'qib o'rganmagan. Bu degani suzish haqida kitoblar yo'q degani emas, bor kitoblar. Lekin bilingki, siz faqatgina tajribada o'rgana olasiz nimadir. Shuning uchun kursgacha bino qurib, boshqa narsa qilish kerak emas. Hali ham ishingiz bo'lmasa, ish toping, обязательно. Ishlang, ishlash kerak, pul topish kerak. Bu juda ham muhim narsa. Kammi, ko'pmi, sekin-sekin qimillab tursangiz, tajriba orttirishni boshlaysiz. Kurs masalasida vaqtingiz bo'lganda, imkoniyatingiz bo'lganda o'qib olsangiz bo'ladi. Hech narsa qilmang. Davron aka, o'zingizga qilgan eng muhim investitsiyangiz nima bo'lgan? O'zimga qilgan eng muhim investitsiyam juda ham очевидный, bu mnemonika. Xotiramni rivojlantirgan. Bundan-da meni hayotimga katta ta'sir qilgan narsa yo'q. Nimagaki erishgan bo'lsam, nimagaki meni shu yo'l olib kelgan bo'lsa, hammasini sababi, qilingan sabablari xotirani rivojlantirish orqali bo'lgan. Hammasini 100%. Men o'zi mana yaqinda intervyuning bir parchasini ko'rib qoldim. Bitta mashhur dizayner bor, juda ham boy inson. Undan so'rashyapti. Qanaqa kasb doim kerak bo'ladi? Hozir men sun'iy intellekt rivojlanyapti, kasb yo'q qolyapti. Qanaqa kasb desa, juda qisqa lo'nda javob berdi. Miyasi bor inson dedi. Kallang ishlasa bo'ladi. Ish topasan, joyingni topasan bu dunyoda. Miyasi bor inson, tillaga teng, miyasi bor inson topish qiyin, miyasi bor, fikrlashni biladigan, nimadir o'rganishni biladigan insonni hozirgi kunda hamma talashib yotibdi. Ya'ni to'poylar juda ham ko'p. Bu haqiqat deb hisoblayman. Ya'ni eng zo'r investitsiya siz miyangizga qilishingiz mumkin bo'lgan investitsiya deb hisoblayman. Eng zo'r investitsiya bu aynan xotirani rivojlantirish bo'lishi shart emas, nimadir o'rganish jarayoni va hokazo. Qisqa qilib aytganda ta'lim. Endi men bitta narsani o'zim uchun tushunganman. Misol uchun nimangizdir bor, moddiyat haqida gapiradigan bo'lsak, misol uchun kvartirangiz bor yoki ikkita kvartirangiz bor. Mashinangiz bor, qanchadir ham pulingiz bor misol uchun va o'sha pulni moddiyatda siz o'zingizni hunaringiz orqali topgansiz. Misol uchun marketing orqali siz topgansiz shu pulni. Qisqa vaqt ichida ham 2 yil ichida ikkita 100 ming dollarlik kvartira, 100 ming dollar pulingiz bor, plus ham mashinangiz bor birorta. Eng общий data bir shu 400-500 ming kapitalingiz bor va buni qisqa muddat ichida qildingiz, siz chunki marketingni zo'r tushunasiz. Endi shu joyda agar o'sha ma'mildagi kvartiralaringni, mol dunyoyingni, o'sha mashinalarni olib qo'yaylikmi yoki hunaringni olib qo'yaylikmi, san to'poy qilib qo'yaylikmi deganda nimani tanlardingiz? Avvalo kvartirani derdingiz, tabiiyki. Chunki mana bu hunar sizga bu narsani yana keltiradi. Lekin hozir hunarsiz qolsangiz, mana shu bo'ldi, boringiz shu bo'lib qoladi butun umrga. Ya'ni eng zo'r investitsiya doim nimanidir o'rganishga borib taqaladi. Doim. Qanaqadir tajriba orttirish, nimadir o'rganish va ikkinchi o'rindagi eng yaxshi investitsiya deb o'ylayman. Men bu sog'liqqa tiqilgan investitsiyalar. Ya'ni sport zal, to'g'ri ovqatlanish, qanaqadir uskunalar, misol uchun, bular ham zo'r investitsiya deb hisoblayman. Bo'lishi mumkin bo'lgan investitsiyalarning eng yaxshilaridan biri xavfsizlik bilan bog'liq investitsiyalar. Bu kvartira, qatqadir pul olib qo'yish va hokazo. To'rtinchisi sayohat. Sayohat ham zo'r ta'sir qiladi odamga. Endi men sayohat xush ko'rib gapirmayman bu narsani. Menga shu yerda ham yaxshi, normal. Men bitta joyda o'rnab o'zimni yaxshi his qilish odatim bor. Sayohat ham yaxshi investitsiya. Davron aka 2 yo'l o'rtasida qoldim. Qimmat ustozdan o'qishmi yoki o'sha pulga kitob olib o'zim o'rganishimmi? Siz nima qilar edingiz? Men holatga qarab qilar edim, nima qiladigan bo'lsam ham. Agar deylik bu IELTS bo'lsa, misol uchun qanaqadir muhim meni hayotimga ta'sir qiluvchi imtihon bo'lsa, men ustozdan o'rganaman. Qimmat bo'lsa ham, sharoitga qarab. Ya'ni hayotingizga ta'sir kuchiga qarang. Misol uchun sizga tez kerak bo'lsa bu narsa, sizga bu narsa pul keltirsa, bu imtihon uchun bo'lsa, deylikda, bu yerda yaxshiroq natija keltiruvchi yo'l tanlash kerak. Qimmat bo'lsa ham. Agar yo'q, hozir shart emas, qanchadir ham yildan keyin shu narsa menga kerak bo'ladi, shu o'rganayotgan narsam. Prям hozir yonib turmayapti, hech narsa qilmaydi bo'lsa, okey, ekonom qilib kitob sotib olib o'rgansangiz ham bo'ladi. Hech narsa qilmang. Yana bir marta bu maqsadga, holatga, vaziyatga, niyatga bog'liq narsalar-da. Siz nima deydi? Hamma vaziyat, mana har bitta vaziyat, har bitta holat zamon, vaqt, atrofda bo'layotgan ishlarga borib taqalib keyin baho bersa bo'ladi-da. Tushunasizmi? Ya'ni misol uchun men kimdir o'ldirdimda, bu yaxshimi yomonmi? Bu yomon narsa juda. Ya'ni odam o'ldirish yomon. Lekin men oilamni himoya qilib o'ldirdim. Bu uje unaqa yomon emas. Tushunasizmi? Ya'ni bir xil vaziyat. Ikkitasida ham odam o'lyapti, lekin bittasida men qasddan kimdir nimadir qilyapman-da, ikkinchisida men o'zimni himoya qilib nimadir qilyapman. Bu va uje boshqacha.
Ya'ni qo'shimcha bor. Bu yerda xuddi shunaqa o'zi nimaga kerak sizga shu ustoz? Nimaga kerak o'sha kitob? Shu masalan shaxsan men kimdandir o'rganish tarafdoriman, tezroq bo'ladi deb o'ylayman. Kitob o'qimayman emas, kitob o'qiyman, juda yaxshi ko'raman kitob o'qishni. Xususan mnemonikani men o'zim kitob o'qib o'rganganman. Lekin endi nimaga o'rganganman mnemonikani kitob o'qib, sababi ustoz bo'lmagan payt bo'lganda ehtimol topib o'rgangan bo'lar edim. Shuning uchun o'ylayman, bu yerda yo balans topish kerak yoki deylik qimmat ustoz deyapsiz, sal arzonroq ustoz toping yoki shu holatga qarang. Ya'ni qanchalik bu sizga hozir kerak. Yonib turgan bo'lsa, imtihon bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, ustoz shart emas, normalniy o'rtacha qachondir kerak bo'ladi bo'lsa, kitob yetadi. Ko'nikma orttirdim, bilib oldim, lekin daromadim o'zgarmadi. O'zimga investitsiya ishlamaydi degan xulosaga kelib boshlayapman. Bu qanday ishlaydi? Shunaqa holatlar ham bo'ladimi? Bu dunyoda hamma narsa bo'ladi. Bu dunyoda hamma narsa bo'ladi. Chizishni bilmagan inson qalamni olib, qalam ishlamas ekan deb tashlab yuborar ekanda. Tushunasizlarmi? Bir xil qalam, bir xil instrument, rassomni qo'lida ijod, meni qo'limda umuman bir tushunarsiz dabdala narsa. Nimaga? Chunki man ishlata olmadim shu qalam. Bu yerda sal logika buzilgan ozgina bu savolda, ya'ni o'zimga investitsiya ishlamaydi degan xulosaga kela boshladim. Bu holatdan, ya'ni qarang, ko'nikma orttiribsiz, bilim orttirib olibsiz, lekin daromadingiz o'zgarmabdi. Mana shu holatdan, ya'ni ko'nikma orttirdingiz, bilim oldingiz, daromad o'zgarmadi. Endi shundan bo'lishi mumkin bo'lgan xulosa investitsiya ishlamas ekan bo'la olmaydi, agar mantiqiy fikrlasangiz. Nimaga? Birinchi masala, birinchisi, o'zi qanaqa ko'nikma orttirdingiz? Uzoqqa tupurish ko'nikmasi misol uchun hech qanday pul keltira olmaydi. Deylik. Ya'ni kerakmi hozir bozorga sizni ko'nikmaysiz. Ikkinchi masala, bilim olibsiz, ko'nikma orttiribsiz. Okey, o'sha ko'nikmangizni, bilimingizni qanchalik sota olyapsiz? Ehtimol siz o'ylaganchalik ko'p bilim olmagandirsiz balki. Ehtimol daromad keltirmaydigan bilim olgandirsiz. Shunaqa bilimlar ham bor. Daromadga daxli yo'q bilimlar ham bor. Prosta shunaqa bilim olgandirsiz. Ehtimol nimadir ko'rmayotgandirsiz siz. Ehtimol marketing o'rganishingiz kerakdir. Ehtimol sal analiz qilishingiz kerak. Ehtimol prosta hamma narsani to'g'ri qilyapsiz-da, faqat ozgina vaqt kerakdir, ya'ni. Tushunasizmi? Ya'ni shunaqa ko'p ehtimollar, shunaqa ko'p xulosalar turganda o'zimga investitsiya ishlamas ekan degan xulosaga kelish, endi bu unaqa bo'lmaydi, bu noto'g'ri. Bu yerda asosiy masala mana bitta narsani tushunishlik kerak-da. Ahmoqlikning bitta zo'r tomoni bor-da. Ahmoq uchun, boshqa odamlar uchun jabrli tomoni, ahmoqligi o'ziga jabr emasda ko'pincha. Bilmaydi u ahmoqligini chunki. O'ziga jabr bo'ladi hayotiy ma'noda, lekin psixologik ma'noda emasda. U bilmaydi, u ahmoqman deb o'ylaydi. Atrofdagilar jabr ko'raveradi. Prikol shunday. Shuning uchun mana shu masalada bitta narsani tushunib olishinglar kerak. O'ziga investitsiya ishlaydimi? 100% ishlaydi. Agar mabodo ko'nikma orttirib bilim oldingizda, keyin daromadingiz o'zgarmadi, endi ming bor uzr. Hayotini qishlamaydi. O'rtacha mana biznesda men sizga aytaman, birinchi qo'lingizga yoki bu ko'rinishda pichoq qilinadigan pul tegadi-yu, primerni biznes ochganingizdan 7 yildan keyin bo'ladigan holat bo'ladi. O'rtacha shunaqa. Ya'ni men biznes ochdim, itda ishladim, hamma chiqqan pullarga investitsiya qildim, o'zimga hech narsa qolmadi, o'tdan men kreditlarim bor, unim bor, bunim bor. Shunaqa qilib men shu rejimda bosimda 24 ga 7 ishlab, uxlamasdan kechalari tekshiruvlarni o'tib, boshqa narsalarni o'tib, xodimlar ketib qolishini, yana bir narsani qanaqadir yoqimsiz holatlarni o'tib turib, 7-yil kelsam, agar tirik qolsam, sekin bir so'm olishni boshlayman o'shanda. Daraxt ekkaningizdan keyin uni o'sish payti bor-da, ya'ni daraxt ekasiz, daraxt chiqadi, o'sadi, unga quyasiz suv, u sinmasligi kerak jarayonda, u muzlab qolmasligi kerak jarayonda. Daraxt o'sadi, qanchalar vaqt o'tadi, keyin meva chiqadi. Keyin shu mevani yesangiz bo'ladi. Ungacha emas. Ya'ni siz ko'nikma bilimni orttirdingizda orqasidan piqitib pul topib qolmaysiz. Bunaqa narsa bo'lmaydi real hayotda. Bu narsani unutinglar. Undan ko'ra muammoyim bor ekan deb qidiring. Ehtimol asosiy bo'lishi mumkin muammolar. Kerak emas narsani o'rganib olgansiz, yaxshi o'rganmagansiz. Menimcha mana shu asosiy sabab. Sotishni bilmaysiz o'zingizni. Buni ham o'rganish kerak. Marketingni bilmaysiz, buni ham o'rganish kerak. Bo'lishi mumkin shunchaki hamma narsani to'g'ri qilyapsiz, prosta qanchadan vaqt talab qiladi bu narsa. Shu.